Qurbonov Imron. Qurbanov Imron Shuhrat o'g'li. Samarqanddan. Da, Bo'ldi, Samarqanddan. boshladik. Xo'p, demak, ikkinchi anaqa faylingiz bor-ku. Ikkinchi faylingiz ikkinchi varog'ida ana 5 dumaloqning ichida 5 turibdi. Ko'rdingizmi? Sariq bilan belgilangan 5 turibdi ikkinchi varog'ida. Ha, bo'lib, bildim. Topdingiz, ana o'shandan boshlaymiz. Общий состояниesidan boshlaymiz. Qarang, tananing sog'lomlik shkalasi bor, u bizda Silier shkalasi deyiladi. Silier shkalasi bo'yicha insondagi energetik zapas shu kungacha sog'lig'iga qanaqa qarab kelyapti degan savolga javob beradi. Butun dunyo standarti bo'yicha u международный standart 6 ballda o'lchanadi. Hozirda bolaning holati bo'yicha 5 ballda, o'rtacha sredniy состояниеda turibdi. Ja прям запущенный yomon emas. Ozgina e'tibor qaratilsa, уже состояниеsi ancha yaxshi degan. Xo'p, vegetoemotsionalniy tonus psixologik xarakteriga ko'ra emotsional tashqariga qaragan insonlar toifasiga kiradi. Ya'ni xarakterim deyiladi, ekstravert insonlar toifasidan. Ya'ni bu nima degani? Xursand bo'lsa o'ziga qo'shib hammani xursand qiladi, настроенияsi zo'r bo'lib, lekin xafa bo'lsa qo'l qurib yonadigan, portlaydigan insonlar toifasidan emotsionalniy. Bola ekstravert holatidagi bola agar yig'laydigan bo'lsa, emotsiyasini выражать qilishiga imkon yaratib berish kerak ota-ona. Chunki ekstravert bitib portlab oladi, u o'tmaslik kerak-da. Chunki u ozgina yig'laganda o'tsa, сразу получается bola yana nimadandir ayb topib nerv siqaveradi. Chiqarib olish kerak. Ha, yashang shunaqa. Keyin bolada 3 yoshdan boshlab 5 yoshgacha egocentrizm man shakllanadi-da. Hozirda bolangizda shunaqa mani shakllanisha boshlagan. Ya'ni ota-onaga bu yakbi egoistdek tuyuladi. Ya'ni bolada maniki, man, yo'q, ber degan narsalar kuchayib boradi borgan sari. Aggressivli bo'lganda ancha. Bizda ZPR qo'yilganda, gapirmayapti hozirgacha. ZPRR ikkitarali, ha. Da, ZPRR. Buyurilgan, например, komandalarni tushunadi, hammasini emas. Faqat 70%, 80% tushunadi, bajaradi. Ну, когда он там хочет, еще лучше делать. Agar xohlamasa, никогда заставить не может, qilmaydi hech narsa. Tushundim sizni. Endi qarang, miyasiga diagnozlarga hozir kiramiz. Общий psixologik holatidan boshlab keyin organlariga, keyin vertebrologiya umurtqasiga, keyin oxirida miyasiga kirib, tanadan nima disbalans kechgan, oxirida miyasida nima disbalans bor, o'shanga o'tamiz-da, хорошо? Xo'p, qarang. Ego rivojlanayotganda bolada ongan birga rivojlanadi. O'shaning uchun bolani butun meditsina aytadi, salomatlik sohasidagi insonlar, что bola 5 yoshgacha podshoga yo'da bo'lmaydi-yu. Imkon boricha ya lичностьning rivojlanishiga ota-ona imkon yaratib beradi. Tushundingizmi? Ya'ni yo'q degan narsa bermaslik kerak. Misol uchun aytaylik, issiq kunda qalin kiyimini kiymoqchi. Siz unga qancha tushuntirganingiz bilan to'liq yo'q, просто berasiz. Kiyadi, tushunadi, что bunga nekomfortno, isib ketyapti, boshqa so'ramaydi. Tushundingizmi? Shunaqa qilib, через egosi orqali ongi rivojlanish protsessida bo'ladi. Keyin misol uchun issiq choynaga tegmoqchi, siz uni qo'liga urib yoki urishib yoki tepaga asrash uchun bekitib olib qo'ysangiz, endi запретный плод сладок degan mexanizm ishga tushib ketadi. Ya'ni mana o'z yoshligingizni eslab ko'ring. Kichkinaligingizda misol uchun oyingiz yaxshi ko'rgan shokoladingizni yarmini stol ustiga yasatib qo'ydilar. Yarmini bekitib qo'ydilar, ko'rib turibsiz. Qaysi birini olib yegan bo'lardingiz aytingchi? Xuddi shunaqa bolada ham o'sha endi запретный bo'lgani uchun u shirinroq bo'ladi. Endi suv qo'yib tortib tushirib kuyishi mumkin. Nima qilish kerak desa, onasi qo'lidan ushlab turib, bolani o'sha narsaga issiq choynaga bunday teg'ash kerak. Чтобы bolani o'ziga ham bermaysiz, mana чтобы shap etib ushlab olib qo'li kuymasin, но при этом o'shanga qo'lini bunday qo'lingizdan ushlab turib teg'astirib, bu issiq deysiz-da. Anaqa keyin yana bitta narsa bor. Hozir aytaman sizga. Misol uchun aytaylik, скажем так, hozir nimani aytsam bo'ladi?
o'sha jarayonda bolada 3 yoshgacha bir bo'g'inli 2 yoshgacha bir bo'g'inli so'zlar bo'ladi. Ya'ni 2 yoshgacha siz jiz puf desangiz bo'ladi. O'sha 3 yoshdan boshlab to'liq bo'g'inli so'zlarni ishtirok ettirib issiq degan otini ham aytishni o'rganishingiz kerakda. Чтобы bolada ham razvitiyasi to'liq bo'lsin o'sha jarayonda. Keyin asab tizimini qo'zg'aluvchanligi, vegetativ nerv sistemasi 3 xil toifada: simpatikatoniya, parasimpatikatoniya va neytral bo'ladi. Simpatikatoniya bolada giperaktivnost yuqori bo'lganda, bitta joyda xotirjam o'tirolmaganda, shunaqa imенно simpatikatoniyaga turibdi. Parasimpatikatoniya bola bitta joyda xotirjam qimirlamasdan o'tiraveradi, suv toshda to'pig'iga chiqmaydi deydi-yu, shunaqa. O'rtacha toifa bor. Hozirda bolada vegetativ nerv sistemasi juda qo'zg'algan holatda ishlayapti. Endi atrof olamga moslashuvchanlik, integratsiya, yangi joylarga moslashuvchanlik, adaptatsiyalash 99 balli shkalada. Bularni yoshida 61 dan как minimum baland bo'lishi kerak. Dalsha tepaga ko'tarilib ketish kerak. Hozirda 19 daraja bilan turibdi-da. Ya'ni adaptatsiyalashish, yangi joylarga moslashuvchanlik sust deganni belgisi oyisi. Bu jarayonda bola bog'cha va qanaqadir qo'shimcha anaqalarga borganda individualniy shug'ullanishi qo'shimcha zanatiyalarda gruppa bilan emas. Maksimum sotsiumga chiqmay turgani ma'qulroq, chunki bolada agressivnost ko'payib ketaveradi. Xo'p, endi o'ziga nisbatan bola yopishib olgan, prям menga ehtiyojim bor, sizlarga degan состояние bor, etigingizdan ketmaydigan bo'lib qoladi-da. Qo'lini qo'yib yuborsam o'zi yurmaydi, qo'lidan ushlasam keyin shunaqa зависимыйman deyapti-da, то есть meni yonimda odam tursin degan состояние bo'lyapti, tushundingizmi? Xo'p, buni to'g'rilaymiz. Endi qarang, adaptatsiyalashishini sust bo'lishi nimani hisobiga keladi? Organizmda B kompleks vitaminlarni va magniyni defitsitini hisobiga keladi. Uni joyiga keltirish uchun kompensatsiyaga dorilarni yozib beraman назначение qilib. Undan tashqari общий состояниясini tiklash uchun bu jarayonda o'sha magniy defitsitdan tashqari o'zi magniy nimaga B kompleksi organizmda resurslari yetarli darajada singmagan desa, sababiyati oksitotsin, ona mehr gormoni yetarli darajada chiqmaganini hisobiga keladi. Ya'ni bu achomlash, quchomlash darajasi yetarli darajada bo'lmagandan bo'ladi. Buni ko'proq ona berish kerak. Значит, 3 ta sabab bo'ladi ona yetkazib bera olmasligiga. Birinchisi, bundan keyin farzand bo'lsa, ikkinchisi, получается, ona ishlasa yoki uchinchisi katta dargoh keldi ketdi ko'p charchaydi ona. Qaysi sabab bor sizda? Uchinchisi ko'proq, 2-3 ta. Ikkinchisi bu kattalari, qizim katta, уже ular katta. Undan kattasi 3-sinfga ketadi, 10 yoshar. Ikkinchisi bu. Endi qarang. Kuni bo'yi menda yaxshi nimamiz. Akamlashib o'tiramiz. Yarim stavka ishlayman. O'yimizdan ham keldi ketdi ko'p haqiqatdan. Endi qarang, buni resursini, taktilnostini joyiga keltirish uchun общий massaj oborasizlar, xo'pmi? Taktilnost o'sha badaniga biron-ikkita ish kerak-da, получается massaj, общий massaj. Общий укрепляющий massaj 3 kurs davomida uzluksiz olinglar. Ya'ni massajlarni davomiyligi ham 15 kun massaj, 15 kun dam qilib 3 kurs ketma-ket olasiz. Magniy B kompleks resurslari ichirilganda bu jarayon adaptativnost sirasi joyiga keladi. Hop, bolada o'sha agarda bu jarayon qoplanilsa, men kerakman, meni yosh ko'rishadi, men eplay olaman, qo'limdan keladi degan chuvstolar rivojlanishni boshlaydi bolada. Sizga yana yopishib qolishlar joyiga keladi, o'zi samostoятельно harakat qilishlari paydo bo'ladi. Hop, endi miya yarim sharlarining funksiyasiga ko'ra, 10 miya yarim shari Dextra 771 bilan ishlayapti. Sinapsning balansida chap miya yarim shari 868 bilan ishlayapti. Bular 680 dan past turishi kerak. Hozirda ikkalovida ham chirpnoy davleniyasi paydo bo'lgani belgisi hisoblanadi. Ayniqsa chap tarafi desa yuqoriroq turibdi. Rangi yashil rangda bo'lishi kerak. Kuzatyapsizmi, o'sha 5 nomerlining anaqasini o'ng taraf tepa burchagida ko'rsatib qo'yilgan. Endi o'sha varroni olib turib, ichini ikkinchi varrog'ini ochib qarasangiz, bioritmlar degan narsa bor. O'sha bioritmlarga kirsangiz bo'ladi. Tekushi biologik analizator. O'sha 0 balansli shkaladan tepaga 100 ga qarab ketsa holat yaxshi, qancha minus 100 ga qarab ketsa holat yomonlashib degan. Bu nima? Bu biologik analizator. Qizil tanani ko'rsatkichi, yashil bolani psixologiyasi, to'q ko'k intellekt, aql darajasi, birizoviy qalb darajasini o'lchagichi. Insonda 4 ta olam mavjudda. Tana bor,
ruhi bor, aql bor va qalb bor. Shu to'g'risida gap ketyapti. Tanani balansi bo'yicha plus resursda turibsizlar. Plus 65 resursda. Yaxshi. Xo'p, faqat nimadir sabab boshlangan. Hozir organlarga hali kirmadik, ko'ramiz. O'sha pastga qarab, sifat berib ketishi boshlayapti borgan sari. Ozgina o'sha tanadagi disbalans so'tirsa bo'ldi. Endi IQ, intellekt darajasi bolada 0 balansda turibdi. Hali plusga chiqmagan. Bu nima degani desa, bolada mana shu aytaylik plus 65 sasut idish bo'lsa, shunaqa balandligi, ichidagi suv mana shu 0 chiziqqacha bo'lgan jarayonda borda, to есть 65% miyada joy bor degan ilm olishga. To есть tana ko'tara oladi. Bu yerda pedagog zanimatsiya qilish kerak ko'proq. Logoped, defektolog, sizlarni shu kungacha qilgan narsalar bolaga odatiy holga aylangan. Hozirgi ishlayotgan pedagogning kuchi уже yetmayapti. Bitta rivok bilan boshqa pedagogga almashtirishinglar yoki uglublyonni kuchaytirishinglar kerak zanatiyalarni degan. Bir yarim yoshdan beri nima logoped, defektolog bilan individual shug'ullanib kelamiz. Bitta odammidi? Almashtirib ko'rdim. Hozir mana endi almashtiradigan vaqtingiz kelgan. Вот прям bitta rivok qilasiz-ku. Уже 0 da turibdi-da, вот прям уже chiqishi boshlaydi, tushundingiz-mi? Minusdan 0 ga o'tganda hozir. Ha, 0 ga o'tgan, уже u yog'iga plusga o'tishi boshlaydi. Agar mana bu qizil tanani ko'rsatkichi 0 dan pastga tushib ketganda aytardim, что сосудda teshik bor, ya'ni idishinglar stakan teshik, ichiga qancha suv quysangiz ham to'lq yo'q derdim. Pedagog zanimatsiya qilgandan to'lq yo'q derdim-da. Bolangizda to'lq bor. Bu yog'iga уже bitta просто standartniy bo'lib qolgan. Уже pedagog oxirgisi, значит, уже bitta o'zgartirasiz, bolada tortish boshlanadi. Kuchliroq. Tushunarli. Endi psixologiyasiga kelsak, plus 75 turibdi. Bolani psixologiyasi 6 yoshgacha bu uydagi klimat hisoblanadi. Uydagi klimatga nisbatan reaksiyasi 6 yoshdan уже 7 yoshdan boshlab maktabga chiqadi, sotsiumga kiradi, уже o'zini lичный psixologiyasi shakllanadi. Endi uydagi psixologiyada ko'proq ada ishlaydi. Oyi uyda o'tiradi ko'proq. Uydagi klimat oyini настроенияsiga qarab shakllanadi, to'g'rimi? Bu sizni psixologiyangiz degani. Sizni psixologiyangiz shikarneyshi, mana plus 75 darajada turibdi. Bu jarayon agar minusga tushib ketsa, oyisi psixolog bilan ishlasin deyman. Sizda muammo yo'q psixologiyangizda, psixolog bilan ishlaydigan joyingiz yo'q degani, tushundingizmi? Birinchidan, ikkinchidan psixosomatika degan narsa bor. Bola 7 yoshgacha o'sha norasida hisoblanadi, rizqsizda. Emotsionalniy psixologik holati onani ichki holatini aksi bo'ladi. Misol uchun siz dunyoni boshqa chekkasiga chiqib ketib, bolangiz asabiylashsangiz, bolangiz o'sha shaharda bo'lmasa ham, sizni bilmasa ham, lekin bolangizda kasallik qo'zg'aladi-da. Ruhiy holat. Stabilniy degani. Bunga psixolog kerak emas, sizga psixolog kerak emas, psixologik muammolar yo'q degan tushundingizmi? Xo'p, keyin qalb darajasi, egoizm ochilgan-ku. O'shaning uchun borgan sari jahldor, g'azablashish -90 ga tushib ketyapti-da. Nimani hisobiga desa, chunki allada azizda. Qachon nima so'rasa olib beriladi, shartlarsiz qilib beriladi-yu. Qadriga yetish yo'qolib boryapti-da, narsalarni sindirish, otish, jahl qilish, urish ko'payib boryapti borgan sari. Endi bu yerda показательный состоянияni ko'paytirish kerak. Ya'ni qanaqa oddiy o'zbekcha aytsam, o'zingizni ko'rsatkichingiz orqali bolada o'sha jarayonlarni rivojlantirishingiz kerak. Achomlash, quchomlash, misol uchunda mehr ko'rsatish, agar agressiya qilish, bola ko'rib turibdi, bolalar bir-biri bilan urushyapti, o'sha norma deb turib, bu ham o'sha narsani повторюшка yo'q, hozir ego rivojlanmoqda. Shuning uchun u xuddi shunaqa qilishni boshlaydi. Imkon boricha bolaga показательный refleks ko'rinishida shakllanish uchun yaxshi munosabat bir-biringizga qilish va bolaga ham yaxshi munosabat qilish tavsiya qilinadi bu jarayonda. Keyin qobiliyatlariga kelsak, demak, o'sha birinchi varoda o'sha 5 balli shkalani tepasida unaqa diagramma turibdi, ko'rsangiz aniq slova, chisla, liniya, logika, struktura deb yozilgan birinchi varod. Bu bolaning qobiliyatlari. Вообще shikarniy rasm chizadigan bola, faqat qo'lda ushlashi to'liq bilmaydi. Bunaqa qo'liga yonmachasiga ushlab
chizadi bola. Devorlarga chizadigan bolalarning toifasidan. Bu prям любит. Hop, unaqa qilasiz. Ana metrajni hozir chiqqan-ku bo'yaydiganlar. O'shunaqalar olib bering, чтобы bola o'shunaqa yotib olib bo'lsa ham chizaversin, chunki yaxshi ko'ryapti-da, prям. Keyin assotsiatsiya anaqani miyani qabul qilishi hali ozgina yetarli darajada emas, chunki 0 dan chiqamiz-da endi. No, xotiranglar вообще shkolat oyisi gap bo'lishi mumkin emas. Misol uchun bir marta bitta doktorga olib bordingiz deylik. Ikkinchi marta o'shani yo'lida ketayotganda, o'sha bir pasda bola tanib qolib, dotvoy qilib, bormaymanga o'tishni boshlaydi-da. Xotira вообще zo'r bo'ladi. Lekin buni sezmadim xotirasi yaxshiligini-da. Yo'q, mana qarang, qizil tashqariga chiqib kelyapti, obrazida ko'ryapsizmi? Ha. Xotira rivojlanishi shikarnishi bo'lyapti bolada, zo'r ko'z tegmasi. Endi bolamizda vizualnost masalasida problemamiz bor. Bola ko'zga kontakt qilmaydimi oyisi? Kam qiladi. Oldin yaxshi edi, hozir sal tushgan kontakt. No, kontakt bu unaqa yaxshi emas. Vizualnostchini yopiqligi bor. Hozir nima sababligini organlarga kirganda, miyaga kirganda bilamiz. Undan tashqari eshitish darajasi bor-ku, ritmli. U ham ichkariga kirib ketgan ko'rasiz. Bolada eshitishida ham ozgina muammoyimiz bor. O'shaning uchun kompensatsiya mexanizmi bor organizmimizda, shunaqa zo'r funksiya, ya'ni bir yoni funksiyasi pasaysa, ikkinchisi balandlashadi-da. Misol uchun ko'zingizni ko'rishi pasaysa, eshitishingiz balandlashib ketadi. Agar eshitishingiz balandlashadigan bo'lsa, bolada sensorika kuchayib ketadi. Aynan shunaqa bolangizda sensorika kuchayish holati kuzatilyapti-da. Ya'ni sensorik inson kim? Hillab ko'radigan, yalab ko'radigan og'iz burun bo'shlig'i va tana orqali, teri orqali qabul qiladi dunyoni deganda. Ya'ni hillab ko'radi, yalab ko'radi, fublaq deydi, ovqat tanlaydigan bo'lib qoladi. Narsalarni qo'lini uchida irgangandek ushlash holati, qattiq narsalarni yaxshi ko'rish, bir tekis hamma narsani taxlash, kiyimlarni oversize kengina kiyish, birkalari yoqmasligi, ho'l bo'lsa dod deydi, yech deydi, naski qog'oz bo'lmaydigan bo'ladi. Kiymaydi-da. Bu sensorikani o'sha kuchayishi sizlarda disbalans quloqniki bilan bog'liq. Agar o'sha quloqdagi disbalans joyiga keltirilar ekan, sensorika avtomatik yopiladi. Bu degani bolada vrajjonni agarda sensorika qulog'ini funksiyasi yaxshi bo'lib turib, sensorika baland bo'lganda tug'ma autizm bor bolada degan bo'lardim. Sizlarda quloqdagi disbalans hisobiga paydo bo'layotgan jarayon bu, ko'ryapsiz. Значит, получается, boladagi jarayon sensorikani o'sha quloqning funksiyasini yaxshilash orqali sразу joyiga keltirib olsak bo'ladi. Nima qilsam bo'ladi qulog'iga? Hozir o'sha miyasiga kiramiz-ku. O'shanda nima aynan bo'layotganini bilamiz. Shunga qarab oxirida sizga назначениyalar yozib beraman, xo'p? Хорошо. Xo'p, undan tashqari bolangizda analiz qilishi bor, qilayotgan, ya'niki qarab turib nima xohlayotganingizni tushunish bor уже. Keyin bola mayda detallar bilan ishlash, Lego, puzzle, shunaqa mayda narsalar bilan ishlash qobiliyati bor. Faqat bola zerikyapti, то есть shunaqa o'yinchoqlarni ko'paytirish kerak. Bir xil bo'lib qolgan, уже eskirib qolgan. Chunki qobiliyat bor deyapti, но не используется deyapti-da, strukturniy. Xo'p, mantiqiy fikrlashi, logikasi bolada уже rivojlangan, ko'z tegmasi. Narsalarni ajratish, taxlash, qo'yish, уже logikasi bolada ochiq. Keyin narsalarni oldin bunaqa bir tekis uzunasiga qo'yib anaqa qo'yish bo'lgan ekan, hozir u ancha bosilgan. Bolada врожденный juda ham kuchli qobiliyati sonlar bilan ishlash. У вас получается анализ qilish, strukturniy balansi, числовой balansi baland ekan, значит bu buxgalterskiy yo'nalishda biznesmen hisob etganda. Shunisi pullarni yaxshi ko'radigan, pul bilan ishlay oladigan IT yo'nalishi yoki o'sha buxgalteriya yo'nalishida juda yaxshi ishlay oladigan insonlar toifasiga kiradi. Xo'p, endi so'z boyligimiz kech chiqyapti. Undan keyin qo'shimcha til qo'shilgandan keyin bolada gapirish уже jarayoni ozginchadan boshlanibdi oyisi. То есть bunda hozirda o'zini родной tilida emas, boshqa tilda gapirish bo'layotgan ekan-ku. Boshqa faqat o'zbekcha gaplashiladi uyda. Yo'q, bu bilan значит pedagogический заниматься qilinganda boshqa til qo'shilgan. Chunki o'shandan keyin bolada so'z boyligimiz уже ochilib chiqib kelyapti. O'zini родной tilida emas, qo'shimcha til или shevela bormi? Da, shevamiz bor, Samarqandcha.
Ha. Chumoatda уже boshqa tilda. Tushundingizmi? Родной tilida emas deyapti-da bu. Qo'shimcha ikkinchi til qo'shilgandan keyin bu jarayon kuchaygan degani. Ammo chunki slovarniy zapasini qarasangiz, birinchi ichkari kirib ketgan, keyin chiqyapti-da, qizil bilan chiqib kelyapti, tushundingizmi? Qo'shimcha resurs degani. Xo'p, endi tanani holatiga o'tamiz. Tanani balansi bo'yicha, demak, mana eng birinchi varrog'inglarni ochasizlar. Qayldagi birinchi varroq. Ustida turganda birinchi. Ha, birinchisi. Ikkita diagramma turibdi, e'tibor bersangiz, rafogramma deyiladi. O'sha rafogramma chap tarafi desa normasida mana shu 12 organ sistemasining funksiyasi mana shunaqa turishi kerak. Chap tarafdagi ko'rinishda hozir o'ng tarafdagi holatda turibdi bolaniki. Ya'ni oddiy o'zbekchada aytsam, ichkariga kirgani bu xronik eskidan kelayotgan jarayonlar, tashqariga chiqib ketganlari o'stri progressiruющий hozir kuzatilayotgan jarayonlar hisoblanadi. Bitta-bittadan har bitta organ sistemaga kirib ko'ramiz. Demak, o'tqop. O'tqopimizda oyisi o't slishkim ko'p ishlab chiqariladi. Ya'ni bola kam-kamdan tez-tez ovqat yeb turishi kerak. Bola supchigik mana shunaqa narsalarni yoqtirmaydigan bo'ladi-da, ko'proq qattiq narsalar yoqadi unga. Tushundingizmi? Go'shtxo'r deydi-ku, shunaqa bolalarning toifasidan. O'zi семейный go'shtxo'rlar toifasidan. Xo'p, jigarni funksiyasi hozirda yaxshi ishlayapti. Ozgina toksичный dorilar ko'payib ketganligi bor ekan, no hozirda unaqa yomon muammo kuzatilmayapti. Hali reaktivnostchi berilmagan. Xo'p, bronxologichniyda ozgina shamollash boshlanyapti oyisi. Qachon tushuvdinglar? 23-slida. 5 kun oldin ekan. Burni oqishni boshlagan. Lehki formada. Qarizmi degan edi-da, shundan boshlandimi? Endi ichagiga kelsak, ichagimizda 90% immunitet ishlaydi-da, yashaydi. O'sha 90% immunitet joylashgan zona bolada ozgina shamollash hisobiga ozgina ichini buzilish holati kuzatiladi, chunki immunitet ishlab turibdi-da. Atak o'zi yaxshi, ichagida muammo kuzatilmayapti deyapti. Vaspaleniyaga qarshi immunitet ishlab yotibdi deyapti. Shamollashinglar sizlarda demak, chap taraf bo'yin, tomir, tomoq, quloq, burun zonasida yallig'lanish boshlanyapti. Burni oqyapti sal-pal. Oshqozonimizga kelsak, oyisi oshqozonini funksiyasida bola anaqasida oshqozonda so'k ishlab chiqarilishi slishkim ko'p deyapti-da. Bola ovqat yesa to'yganini bilmaydigan bo'lib qoladi bu jarayonda. Nimani hisobiga desa, позвоночниги bor, ro'parasida joylashgan oshqozonni. O'sha позвоночниги chap tarafga qarab ozgina qisilib qolgan. Noto'g'ri ishlashi bor. Nijniy grudnoy отделda. Uni ortopedga borib shuni bostirib chaq-chaq solib beradi. Tushundingizmi? Shuni hisobiga oshqozonda to'yish holatini bilmaslik bo'lishi, chaynamasdan tez yutish holati bo'lishi kuzatiladi bolada, deyapti. Oxirgi paytlar chaynamasdan yutayotgan bo'lib qolgan. Mana shuni to'g'rilab olinadi. Buni oxirida o'sha vertebrologiya umurtqa pog'onasiga kirganda точно sizga tushuntirib beraman keyin. Oshqozon osti bezi hozir stimulirованный holatda insulin rezidentnost ko'rinishida ishlashni boshlayapti. Xo'p, endi o'sha oshqozon osti bezida yaxshi yetarli darajada insulin ishlab chiqarilmayapti. Sababiyatini hozir o'sha bilamiz. Из-за того, что oshqozon disbalansda turgancha oshqozon osti bezi shunday prям oshqozon tagida joylashgan-ku. Uni ham funksiyasini buzilishi boshlanyapti-da, insulin yetarli darajada chiqarilmagancha glyukoza parchalanmayapti tanada. Va borgan sari xolesterinli bilashkalar ko'payib turib, qizil qon tanachalarini bir-biriga yopishib qolishiga va qonni quyuqlashiga ozgina o'tishi boshlayapti degani o'zi. Shuni hisobiga qon quyuqlashayotgan uchun borgan sari terisida mramorni ozgina ko'payib borishi kuzatiladi. Nima uchun desa, qizil qon tanachalari borgan sari birlashar ekan, qonni massasi kamayib boradi. Endi bu yerda tekshirtirsangiz gemoglobinin pasayishi boshlayapti degan sizga aniq berishadi, lekin bu yerda gemoglobin pasaymayapti, chunki chiripnoy bor-ku. Siz o'shandan bilsangiz bo'ladi, что bu qonni quyuqlashishidan, demak siz просто qon suyultirishingiz kerak xolos-da, получается, metabolizm yaxshilab olishimiz kerak bo'ladi. Nima bilan suyultirsam bo'ladi qon? Назначение qilib beraman oxirida.
oddiy narsalar bilan tushuntiramiz. Endi keyin qarang, bu xuddi anunga o'xshaydi. Mosh xo'rda qildingiz, kechqurunga borib mosh kichiriga aylanib qoladi-yu. Ha, tushundim. Massasida kichrayib, xuddi shunaqa suyultirish uchun nima qilish kerak? Suv quyamiz, teginda yoqib qizdiramiz. U prямом смысле слова bolangizga suv me'yoriy holatini to'g'irlashingiz o'sha mijoz degan narsa bor. Mijozini hozir kirganda ko'ramiz, o'sha issiqlikni ko'paytirish kerak bo'ladi. Demak, tanada hilt ko'payish kuzatilib, bola bunaqa qovuradigan bo'lib, balg'am chiqarishga harakat qilish kuchayib qoladi yoki qilma shunaqa qovuradigan bo'lib qoladi. Tushundim. Xo'p. Endi yuragiga kelsang, endi bu yurak bu bizada nima? Bu nasos. Suyuqonga mo'ljallanganda kichkina bola uchun bo'li. Shuni hisobida yurak qiynalibroq ishlayapti. Chunki qon quyuq, atak kasali yo'q. Chunki agarda porok serchasi bo'lsa, sraz ko'rsatib chiqarib aytgan bo'lardi. Aniqdir отклонениялari yo'q. Faqat hozir nagruzka bilan ko'rsangiz, ozgina o'sha ishlayapti. Xo'p. Mijozimizda ozgina hilt ko'payishi paydo bo'lgan. Mijoz 4 ta limfa energiya deydi. 4 xil mijoz bor. Issiq, sovuq, ho'l, quruq mijoz deydi. Bu ingichka ichida aylanadi. Ozgina slish ko'payishi kuzatilyapti. Xo'p, buni to'g'rilaymiz. Tak, CD yo'llarimiz. Oysi, sizlar joylashgan zonalar, yod defitsitli zonada joylashgansizlar. Qoraqalpoq, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Jizzax, Navoiy u yod defitsitli zona hisoblanadi. Chunki aynan anaqada havoni sostavida nitratli yuqori. O'shani hisobiga bolada shitavitkasini yaxshi rivojlanmasligi, ichki boqoq gipotireoz bor bo'ladi. Yodomarin berish kerak. Yo'q, yodomarin berish kerak emas. Bu yodomarin yodni valentligi yuqori, toksichniy yod hisoblanadi. U toksichniy отходный yod, mana 4-sort unni o'ziga ovqatingizga ishlatmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa остаточный yod hisoblanadi. U tanamizga to'g'ri kelmaydi. Kelp yoki laminariy. Men yozib beraman oxirida. Хорошо. Endi qarang, shuni hisobida suv rivojlanish jarayonida mana tasavvur qiling, позвоночник boshlanadi. Позвоночникdan keyin ko'pchik keladi. Tazga joylashgan ikkita oyoq bor. Chap taraf oyog'ining golovkasi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi shuni hisobiga-da, suv rivojlanishida. Shuning uchun displaziya, ya'ni chap taraf oyog'ini ichkariga qaratib bosishi bor bo'ladi. Va boshdan shunaqaroq bosarsan, sal-salatroq. Ha, endi qarang, buni qayerdan bilsangiz bo'ladi? Oyoq kiyimini, постоянно kiyib yuradigan oyoq kiyimini qarasangiz, chap oyog'ining ichki tarafi yedirilib ketgan bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, orqa machasiga o'girib turib, tizzasini buklayotgan zonasi bor-ku. O'sha yerda chizig'ini qarasangiz, chap taraf chizig'i balandroq turadi. Popasini chizig'i ham takje, bir yog'i dumaloq podg'ushariyasi chap tarafi balandroq, o'ni pastroq turadi, tushundingizmi? U disbalans berishni boshlaydi. Aynan umurtqa pog'onasi уже yoysimon ketgan-ku, bir-biriga сопротивление berganning hisobiga mana nimaga grudnoy отделida ущемление paydo bo'lgan, tushundingizmi? Demak, ko'pchikdan boshlaniladi. Ko'pchikka o'sha tazni oyog'i, chap taraf oyoqni joyiga tushirib qo'yish kerak. Chunki agar u tushirilmasa, u borgan sari funksiyasi bo'yicha mana organlar joylashuvida pochka turadi. Pochkadan keyin tagida nadpochnik turadi-da, beri osti bezi. Va o'sha qiyshaygan anaqa oyoqni suviga ezishni boshlaydi nadpochnikka. Va nadpochnikdan ikki xil gormon, adrenalin bilan noradrenalin ishlab chiqariladi. Adrenalin ko'payib ketib qolib, bola xotirjam bo'lmaydi, bitta joyda o'tira olmaydi, giperaktivnostga kuchayib boraveradi. Noradrenalin qo'rquv gormoni, ishchirishni qo'rqoq bo'lib yig'layveradigan bo'lib qoladi borgan sari. Tushundingizmi? Buni joyiga keltiradi ortoped, chap taraf oyog'ini tushiradi, bu bir. Ikkinchidan osteopat, buni o'sha suveni atrofini o'rab turgan go'sht bor-da. Siz suveni bunday tushirtirdingiz, shaqqatib tushirib beradi bittada. Tushirtirganingizdan keyin buni go'shi o'sha eski holatida turgani uchun orasi ochilib qoladi go'shi. Endi agarda u go'shini surib, smesheniyani o'sha joyiga keltirganingizdan keyin suvini go'shini surib to'g'rilab qo'yilmasa, uni osteopat qiladi. Qo'li bilan sekin mishsani anaqa massировать qilib, o'zining tochkalarini o'sha anaqa mishsa yuradigan zonasi bo'yicha tushirib beradi. To'g'rilanmasa, har qulay periodda suv yana eski joyiga joylashib-averadi. Bu yerda massaj qilinmaydi. Bu yerda birinchi ortoped ishlaydi suvni mahkamlash uchun olib chiqib
anaqaniki Melisani anaqasi ulanib qoldi bizani ratsaga. Xo'p, и anaqadan keyin ortopeddan keyin osteopat ishlaydi. Tushundingizmi? Xo'p, davom etamiz dальше. Buni vertebrologiyasi 3-varro bor-ku, o'sha 3-varroda hammasi anaqasi bor. Men bu yerda keyin sizga yana tashlab beraman telegramingizga nima qilish kerakligini, opisaniyalarni. Nadpochniklarimiz xuddi aytganimdek ozgina nagruzka bilan ishlab turibdi. Buni to'g'rilaymiz. Опущенностьchi keyin oyisi bola homiladorlik paytingizda sheyniy отдел позвоночнигida ущемленияsi bo'lgan ekan, o'qiga o'ralishi bo'lgan. Xo'p, bu bir. Ikkinchidan, xronический tanzilitlar bor ekan. Ichki dimoq, tomoq, quloq zonasini doimiy yallig'lanishi. Ko'p kasal bo'ladi. Endi buni qanaqa etish mumkin? Mana barmog'ingizni ko'rsatkichi barmog'ingizni olingda, birinchi falangasini bunday rezinka bilan o'rab qo'ying. 5 minutdan keyin ko'karadi. Чувство chiqmay qoladi. Bu yerda двойной ham orqadan bolada sheyniy отдел позвоночнигida orqa bo'yin tomir sohasidan qisilish bo'lib tug'ilgan. Xronический tanzilit oldi tarafdan bo'lganda, двойной yopilish bo'lib kelgan, yetmaganiga yurakni mishchasida quyuq qon ketyaptimi? O'sha u yog'iga bo'yin tomiri mana yelkangizni kengligini tasavvur qiling, bo'yningizni kengligini tasavvur qiling, bo'yindan o'sha u yog'iga suyuq qon yetib boradi. Qon quyuq-ku. O'sha u yog'iga sosudistning o'tolmay qolish holati bo'lib, kam miqdorda qon o'tyapti. Ko'zdagi disbalansimiz ham chista shuni fonda paydo bo'lishni boshlagan. Ya'ni bola hozir bunaqa ko'zni qattiq qisib ochib yopish holatlari ham ozgina paydo bo'lishni boshlaydi. Chunki ko'zni ichiga quyuq qon kirib boryapti. Ko'z tomirlar soch tolasidan 4 barobar ingichka o'tga suyuq qon yetib bora oladi. O'sha zrительный kontaktimizni yopilib qolishi ham shuni hisobiga kelyapti. Endi bunaqa deyish mumkin, oddiy elementarniy o'xshatish misolida ko'rpachaga oyog'ingizni chalishtirib o'tiruvdingiz, 1 soatdan keyin tursangiz ushib qoladi-yu. Keyin ush qaytayotganda uchadi oyog'ingiz zirillab. Og'rab. Yashang. Bu sudurga deyiladi oyisi. Bolada ega qilinsa, sudurgaga moyillik bor deb episindrom turgani mana shuni hisobiga. Tushundingizmi? Episindrom mana shu bo'ladi. Epilepsiyani именно судорожностьchi 7 xil toifasi bor-da. Ota-onalar har doim tushunishadi, что faqat epileptический formasi bor, ya'ni hushidan ketish, og'izdan ko'pik kelish va hokazo. Yo'q, unaqa emas, boshqacha formalari ham bo'ladi. Uni bormi, yo'qmi hozir, ya'ni miyasiga kirganda точно bilamiz. Dальше, xo'p. Keyin tug'ilayotganida ozgina yoki homiladorlik paytida o'tkazilgan o'ng taraf boshida gematomasi bo'lgan bo'ladi, oyisi. Kesirba bilan tug'ilgan. Bu e'tibor bering, MS deb yozilgan. MS chiziqcha PS, ko'rasizmi? Chap taraf pastki dumaloqdan kelayotgan zona. O'sha ichkariga kirib ketgan, ko'rasizmi? Xronический, ya'ni o'sha narsaga umuman e'tibor qaratilmagan deyapti. O'sha holat bo'yicha hali turibdi, ishlanilmaganda. Xronический formada haligacha turibdi. Xo'p, buni ko'rib chiqamiz. Keyin hozirda shunaqa ko'p dori ichirgansiz. Lekarstvenniy boleznь deyapti-da. Natroplar ichirdim, чтобы OPR bergan uchun nefrolog bilan gaplashib, nefrolog bergan dorilarni ichirganman. Hozir ham ichyapti shu dorilardan. Natrop. Xo'p, nima natrop? Sedativniy, natropniy, Convolex, Nafen, Phenibut. Mexidol berganman. Oxirgi marta Tamazin berdim. Еще что-то. И укол, трикартин укол oldik. И Adet Accession degan vitamin ichyapti hozir. Xo'p. Bu xuddi mana oxirgi ichirayotgan narsangiz antioksidantniy funksiyasi bor-da, gap yo'q. Lekin stimulyatsiya ham qiladi-da. Bolada giperaktivность ko'payib ketib qoladi mana bu ichirayotgan oxirgi doringizdan. Uyqusi buzilib qoladi. Bu xuddi aruni yo'l yopiq-da, to'lqin bilan suv jo'natib yorsangiz nima bo'ladi? Toshib ketadi-yu. Bolada shunaqa jarayon kuchayib ketib qoladi. Hozir yopiqlik bor-da, hali ochib olinadi. Undan keyin berilsangiz 100% effektingiz yaxshi bo'ladi degani.
Xo'p, endi organlarga kirib ko'ramiz bitta-bittadan. Organlarda nima gap? Xo'p, organlari bo'yicha o'sha birinchi anaqa qog'ozni varog'ini ochib analiz funksionalного состояния органов и систем degan joyi bor. O'sha yerga kirsangiz bo'ladi. Alohida turgani bor-da. 3 ta anaqa bo'ladi, qog'oz bo'ladi. Ikkinchi qog'ozini qarang-da. Ikkinchi qog'oz, birinchi qog'oz. Birinchi varroni, birinchi fayldagi birinchi varroni o'sha ichida 3 ta bo'lmaga bo'lingan. Birinchi bo'lmasini olib, keyin ikkinchisini ochsangiz, o'sha ikkinchisida analiz funksionalного состояния органов и систем turibdi. Alohida organlar rasmi borligi bor. Ko'rdingizmi? Да. O'sha yerda qarang. Birinchisi поглощение кислорода кровью, ya'ni qonni quyuqlashgani hisobiga qonda kislorod yaxshi aylanmayapti. Bir. Ikkinchisi mozgovой слой надпочечников. Buyrak usti bezida adrenalin ko'rdingizmi? Boya podozrевать qilganim, bu yerda уже chiqib keldi. Adrenalin, noradrenalin me'yoriy holati ko'payib ketib qolyapti. Keyin yelka qismimiz yaxshi rivojlanmayapti. Nimani hisobiga? Грудной отдел, верхний отделda, chunki ущемление bor-da. Tepa qism yetarli darajada bo'lmayapti. O'sha tepa ko'krak qafasi bolada bo'la kichkinaroq. Organlari borgan sari o'sib borar ekan, o'pka, yurak, ko'krak qafasi ichiga уже sig'maslikni boshlayapti-da, unaqa bir-birini itarib, смещение organov bo'lib, oshqozon osti bezini sekin siljishiga olib kelishni boshlaydi borgan sari. Qovurg'asi bor-ku. O'sha ikkita rebrasi bunaqa ko'tarilib qoladi bolada, chunki joyi yo'q-da. Bu jarayonda nima qilish kerak desa, mana shu yerga уже massaj olinadi. Massajistingizga aytasizki, raxitga qilinadigan massajing bor, shunaqadan qilib bergin deysiz. U oldi orqa ko'krak qafasiga elektroforez, parafin qo'yib, elastikniy bintlar bilan bo'ylab, ochib, o'zi ishlab beradi massajistingiz. Faqat hozir emas, chirpni o'chirib olamiz-ku, undan keyin. Xo'p, risk заболевания keyingisi. Risk заболеваниеda boya aytganimdek, magniy defitsit mana bu yerda уже riskni ko'rsatib turibdi. Magniy defitsit, bolada magniy defitsit nima beradi? Charchoq hissi ko'p bo'lishi, apetiti yaxshi bo'lmasligi, bosh og'ruvlari, oyoq qo'lning muzlashi, tomir tortishi, ichi qotishi, ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, urilib ketaverishi, koordinatsiyasi buzilishi, tirnoqlari lomka bo'lib sinib ketishi, sochlari to'kilishi, o'sib ketishi, pochkasida har xil funksiyalarning buzilishini olib kelishini beradi, deyapti. Xo'p, keyin priznак stimulyatsiya leykopoeziya tanamizda leykositlar yuqorilashib ketyapti, chunki shamollash boshlanyapti. Sizlarda o'sha kelayotganinglarda endi boshlanayotgan paytda bo'lgan ekan. Xo'p, xolitsistit xolangit boshlanyapti. Nimani hisobiga desa, oshqozon osti bezi yallig'lanyapti-yu. Endi yonida joylashgan o't qopdi. Qo'shningiznikida pojar bo'lsa sizga o'tadi-yu. O't qop sekinlik bilan dimlanishni boshlanyapti. Borgan sari bolaga xamirli narsalar bermay turamiz, xo'p oyisi? Хорошо. Xo'p, endi keyin признак cerebralniy gipertenziya, cerebralniy angiospazm, ya'ni черепной давлениялari endi ko'tarilibdi bolada. Повышение давления полости черепа deyapti. Mozgovой anaqalari, arteriyalari sujunniy turibdi deyapti. Питание kerak deyapti. Bu nima hisobiga? O'sha stimulyatsiya bo'lyapti, o'shani hisobida. Pochkamizda deyapti, ozgina tosh, tuz yig'ilish holatlari paydo bo'lishiga sekinlik bilan qum shunaqalarning yig'ilishiga moyillik paydo bo'lishni boshlayapti deyapti. Birinchidan, ikkinchidan ORV intoksikatsiyasi ham ozgina ta'sir qilyapti deyapti. Xo'p, demak, bezgaz suv ko'paytirib turing, всего lишь qiladigan ishingiz shu, xo'p? Keyin psixologiyasiga o'tsak, mana bu ikkinchi varro 5 nomerli deb yozilgan sariq ichida eng oxirgisida psixologiya degan joyi bor. O'shanga kirsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Psixologiyasiga kelsak, mana pustoy turibdi. To есть boyaga ko'rsatganim sizni psixologiyangizda yaxshi dedim-ku. O'shaning uchun bolani o'zinikida pustoy chiqaryapti. Endi aromaterapiya bo'yicha 4 xil hidni chiqarib beryapti. Individualniy odamga qarab turib hid tanlab beradi. Bolangiz o'sha ichki holatiga qarab geran, chayni derevo, kedr, polin hidini chiqarib beryapti.
endi buni yana alohida men o'zim ancha yildan beri ishlasam aromaterapiyalarni ham yaxshi tushunaman, qaysi paytda nima hidni berishini sizga aytib beraman. Qarang, geran hidini qachon chiqaradi? Qachonki insonda davolovchilik xususiyati bo'lsa. Ya'ni bu bolangiz doktor hisoblanadi. Sizlarni значит nasliyatingizda shunaqa какой-то davolaydigan insonlar bo'lgan, bunda shunaqa врожденный qobiliyati bor. Geran hidi chiqyapti-da, buni keyinchalik anaqa orqali там что-то такое deyishligi mumkin-da. Tushundingizmi? Bu yuk oladi, tam mana shunaqa, tipa shunga o'xshagan narsalar bo'pti, tushunasiz? Tushundim, aha. Xuddi stol ustiga suv to'kilsa, gubkani qo'ysa shim bo'ladi-yu, shunaqa xususiyati bor-da. 30% dan aktivlashsa, bu уже ishga tushgan bo'ladi. Demak, bolada 40% bu уже ishga tushgan. Demak, odamlarning orasiga kirsa, bola og'irlashib qolishi mumkin. O'shaning uchun imkon boricha odamlarning orasiga sotsiumga qo'shmay turish va og'ir kasal va yoshi katta qarilarning oldida bo'lmay turgani ma'qulroq. Tushundingizmi? Пока bu jarayon endi ota-ona o'ylab ko'rish kerak, kim avlodida bor shunaqa davolaydigan xususiyatli insonlar va bolada bu jarayonni endi men как я знаю, meditsinaga yo'naltirib yuborsa yaxshiroq, chunki oyoq qo'li qaynoq yuradigan bolalarning toifasidan davolash xususiyati bor-da. Tushunarli. Buni o'sha yo'nalishga keyinchalik ota-ona qo'yib yuborish kerak. Endi chayni derevani chiqaryapti, bolada suv yetarli darajada bo'lmayapti. Bu yetdimi suv berish kerak deb. O'sha ko'k choy yoki bezgaz suv. Keyin kedir hidi qachon chiqadi, qachonki bola skvoznyakda qolsa, lekin bu bolangiz mana havoni yaxshi ko'radi-da, kiyimlarni yechib yotadigan bolalarning toifasidan. No bu yerda bolangizni shunaqa anaqasi borki, bu tog'ni bolasi emas, bu o'rmonni bolasi. Ya'ni uchta tarafi yopib turish kerak-da, bunga skvoznak bo'lmaydi-da. Buni yotadigan joyi получается bunaqa состоянияda bo'lib qolyapti. Oyna, kravat, keyin eshik. Tipa shunaqa joyda joylashib qolganda skvoznak bor degani-da, tushundingizmi? O'shaning uchun joyini anaqa izgoloviyasini, boshini boshqa joyga o'zgartirish kerak. Uchta tarafi yopiq joyga o'zgartirib bering. Unga skvoznaklik qilyapti o'sha yotayotgan joyi degani. Keyin polin hidi qachon chiqadi? Qachonki insonda aura slabiylashganda, ya'ni ko'z teganda. Dab soldirib yuborasizlar, bo'ldi. Oddiy narsa. Xo'p. Endi vertebrologiya umurtqa pog'onasiga kelsak, bu уже 4-varrog'inglarni ochsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. 3-varroqda adashmasam, vertebrologiyasi или to'rmida 3ta. Позвоночникka rasmi borlik zona. 3-ekan. Значит, qarang, umurtqa pog'onasi bo'yicha chap tarafi deysa, bu neyronniy sviyazi ishlash jarayoni, bunisi to'liq och yashilda. Mana bu o'ng tarafi deysa, koagulogramma tomirlari, bunisi to'liq to'q yashilda turishi kerak. Bolada mana bu позвоночнигida o'sha искривление bergan dedim-ku. Ozgina shu borgan sari anaqa nagruzka berib boryapti beliga. Nafas olishga qiynalish, pishillab nafas olish holatlari, oyog'ida tomirlarni rozvoy bo'lib chiqib qolish holatlari kuzatilishi, tizzalarda og'ruvlar, bunaqa tizzasini buklab yiqilib tushib bo'lish holatlari kuzatiladi. Grudnoy отделda o'sha позвоночнигida S3 zonasida boyaga aytganim anaqa ko'krak qafasi kichkinalashyapti-yu. Organlar kattalashgan. O'shaning uchun borgan sari ichkariga qarab kirib ketyapti, deyapti-da. Смещение bo'lyapti. O'shani ochib yuborish kerak. Demak, mana anaqamizda S6 zonada bolada xronический tanzilit yo'qilgan hozir. Yallig'lanish ketyapti hozir. Juda ham kuchli. Buni o'sha respiratorni shamollash deyiladi. Qo'l og'rig'i, quvlab yo'talish holatlari, dimog'idan sliz kelib yotganida quvlab yo'talib qolish holatlarining yuzaga kelishi, paydo bo'lishini olib keladi. Buni to'g'rilash uchun oddiy qilinadigan ish o'sha lecheniya antibiotiklarni yozib beraman. Tabiiy antibiotiklar yozib beraman. Undan tashqari siz lorga olib borib, kukushka atsos apparati bor-ku. O'sha kukushka atsos apparatida burunlarni antibiotikda chaydirtirasiz. Keyin tomog'ini profilaktik o'sha chay bergin deysiz. O'sha bu yerdan o'sha dorilarni ichiraveramiz. Endi shayni отделda tepa qismiga kelsak, S2 zonalari mana shu
o'qisiz S2ni anaqasini javobini ichiga kirib bosh og'rishi, bosh aylanishi, allergichniy bo'lishi, zreniyasida muammoli bo'lishi, sluhida, rechini, artikulatsionni motorikani buzilishi va позвоночникning mышцalarini слабый bo'lishlari shuni hisobiga keladi deyapti. Va men aytdim-ku, o'qiga o'ralishdan qolgan surat bo'lgandi. O'sha yerdan уже eskidan boshlab kelgan ekan. Demak, buni общий состоянияsi bo'yicha qiladigan ishimiz, sizlarni qiladigan ishinglar ortoped suveni to'g'irlaydi. Butun o'sha позвоночникka hammasini отметка qilib belgilab, anaqa заключенияларni chiqarib beraman-da, telegramingizdan jo'natib beraman. Keyin osteopat mышцalarni, go'shtlarni to'g'irlab beradi. Lorga olib borasiz. Birsidra o'sha profilaktik chaydirib yurtirasiz tomon quloqlarni. Dorilarni назначение qilib beraman. Endi o'ng tarafiga kelsa qon aylanishiga, qonni massasi ayniqsa oyoq zonasida kamroq bo'lyapti. Biruzoviylar, nedostatiklar ko'payib ketgan ko'rasiz. Belni pastki grudni belli qismida ham yaxshi aylanmayapti. Ko'proq grudni tepa qismida bu ham nimani hisobiga organlar itaryapti chunki. Plevrasida o'pka, yurak itaryapti-da, joyi yo'q deyapti. O'shani hisobiga bu degani qonni massasi kamayib boryapti borgan sari degani. Qonni suyultirish orqali buni joyiga keltiramiz. Hop. Uzr. Ertalabdan beri gapiraman. Hop. Hop, demak, endi eng oxirgi 5-chi anaqasiga, отчетingizga o'ting. Eng ko'pi. Eng ko'pi. Endi qarang. Bu neyrofunksional ensefalogramma deyiladi. Bosh sohasini neyronniy svazi chap tarafda esa, o'ng tarafda esa koagulogramma tomirlari. Ya'ni o'ng tarafi desa bu MCKT format, chap tarafida esa EEG format hisoblanadi. Xo'p, birinchi o'ng tarafi deysiga kiramizda, bu yerda bordoviy bormi, yo'qmi kuzatamiz. Xo'p, u menda videoda ko'rinadi. Sizga tashib berganimda ko'rib olsangiz bo'ladi. Alohida o'sha hozir anaqa bilan yurg'azyapman. Ichida yuradi-da kirganingizda. Xo'p, bordoviysi yo'q. Qo'rqadigan narsa yo'q deb bemalol ayta olaman. Bu deganiki, bordoviy gematoma hisoblanadi. Ichki, tashqi qon quyuqlashishi hisobiga yoki travma hisobiga hosil bo'lgan kровоизлияние, kapillar yorilishi, mayda tkань ezilishi, unaqa jarayonlar hozirda bolada boshida yo'q. Kistozное образование, suv yig'ilishlari ham kuzatilmayapti bosh sohasi, yaxshi. Xo'p, endi to'q-ko'k silniy nedostatik, tomir qisilishlarini kuzatamiz. Xo'p, ular bor lekin mana bitta o'ng tarafda, ikkita bo'yin qismida, uchta также o'ng taraf bo'yin qismida, 4 ta quloq zonasida. 4 ta tomir qisilishi bor bo'ladi получается. Xo'p, bolangiz bunaqa qilib qoshini, ko'zini o'ng tarafga skatovat qilib, bunda qoshini, ko'zini yonga qaratishi bor ekan. Eskidan shunaqa nima deydi, ko'zini o'ng tarafga qaraturishi bor ekan. Bu o'sha tomir qisilishini hisobidan hosil bo'lgan jarayon. O'ng taraf ko'ziga yaxshi qon kelmasligini hisobiga tortilish deyiladi. Xo'p, ikkinchisi ZPR bergan, osteoartроз. Ya'ni bolada zatorможенность психического развития, aqliy rivojlanish to'xtalishini bergan. Xo'p. Uchinchisi bolada zrительный kontakti yopiq, bola o'ng ko'zi bilan qaramaydi, chap ko'zi bilan qaraydi, yonmachasiga qaraydi chap tarafidan. O'ng ko'zini atrofirovanyasini olib kelgan mышечный tonusini chunki. Xo'p, bolada mana asabiylashsa, nervlashsa, o'ng taraf mышцаларni ozgina tortilish holatlari bo'lar ekan, mышечный tonus bor o'ng taraflama. То есть o'zi hamma silniy nedostatliklarilar o'ng taraf zonada joylashgan ekan miyamizda. Bu nima to'g'irlash mumkin bunda desa, metabolizm yaxshilaymiz-ku. Metabolizm, bu yerda siz ortoped osteopatga olib borib kelib berasiz-da. Keyin metabolizm yaxshilash uchun o'sha yog'iga keltirib chiqarishni olib tashlaymiz. Keyin asoratini ketkazish uchun metabolizm yaxshilash orqali qon suyultiramiz. Qon suyulgandan keyin уже mana qonning massasi suyulib, miyaga yaxshi qon kislorod ketish boshlaganda bu avtomatik o'zi yo'q bo'ladi. O'ta stimulyatsiya qilish kerak yo'q chunki. Ichki yallig'lanishi, xronический tanzilitni olib tashlash kerak, chunki u ham yopishib beryapti-da.
Xo'p, endi bunisiga chap taraflisiga o'tamiz. Achak. Miyada kuygan neyronlar bormi desa, bor. 1 2 сейчас подожди. Так, 1 2 3 4 5 6 ta neyron kuyishi bor. Bu neyron kuyishlari mana shunaqa to'q ko'klar bor-ku. O'shalarning hisobida hosil bo'ladi, tushundingizmi? Mana bunaqa to'q ko'klar mana 3-4 tasi yana shunaqa qoralarni paydo qilishiga olib keladi bu to'yga. Xo'p, demak, nimalar bor ko'rib chiqaylik. Hozirda dani momentda bolada burnida, o'ng taraf burnida shamollash ketyapti. Tushundingizmi? Franchit ketyapti bunda. Xo'p, ikkinchisi zrительный funksiyasida chap ko'zini ko'p ish qilashyapti, chunki o'ng ko'zi funksiyasi двойной ishlamayapti-yu, o'ng ko'zi. Shuning uchun chap ko'zi двойной ishlashi to'g'ri kelyapti-da, 2 barobar shuning uchun ko'zini ishqalab yotibdi. Hop, bu ko'zi funksiyasini buzilishini bergan. Keyin asabiylashsa, gemoparezi bor ekan bolada. Bolangiz necha yoshda yurdi? 1,5 yoshda. Kech yurdi. Da, ota-akalarga qaraganda kech yurdi. Bu bolangizda nevropatolog olib borganingizda aytmadim, что DCPga moyillik bo'lgan ekan-ku bolangizda. Детский cerebral olgan edim. Kech o'tirdi ham, qarib 10 oyligidan o'tgandan keyin o'tirdi. Shunaqa, bu mana bu achak bor-ku, miyani kuygan neyroni. Bu детский cerebralniy paralech degan DCP diagnozini beradi. Bola yurishi, bo'ynini ushlashi, o'tirishi qiyin bo'ladi-da. Yoki вообще bo'lmaydi. Ikkala neyron kuyganda bolada u proses to'liq tuzalish bo'lmasdi. Sizlar alhamdulillah desanglar bo'lar ekan, DCPdan o'tib ketibsizlar. Massaj olgan edim o'sha payt, o'tirmayapti deb doktorlarga majburlab massaj yozdirib olgan edim. Молодец, to'g'ri qilgan ekansiz. Endi funksiya bo'yicha rahmat. Funksiya bo'yicha все-таки gemoparezlar bundoq qo'lini barmog'ingizni bundoq berib, ikkita qo'lingizni barmog'ini, bosh barmog'ingizni berib, mana shuni siqqan deb turib bundoq qistirsangiz, chap qo'li bilan yaxshi usholmaydi bolangiz. Все-таки ozgina gemoparez levostoronniy chap taraflama ozgina tirishish, tortishish qolgani bor bolangizda, tushundingizmi? Endi qarasangiz chap qo'li ozgina qaltirash holati ham bo'ladi, немножечко. Chunki miyadan kelayotgan signallarni susligini hisobida o'shandan qolgan asoratlar bor. Yuzini ham chap tarafini bunaqa tirishtirishga, ozgina lavini atrofini o'ynashga bunaqa qilib, endi hozir video bo'lmagancha ko'rsatib beraman, shunaqa qilish holatlari bo'ladi-da. Masalan, shunaqa lavini bir chakkasini tortib o'ynab qo'shib qiladi. Hozir ancha qolib ketgan, почти yo'q hisobi. Xo'p, demak bu ZRR bunisi mana bu oxirgi neyronni kuyishi ZRR bo'lyapti. Demak, bolangizda ZPRR заторможенность психического речевого развития ketayotgan ekan. Hozir progressировать qilayotgan jarayonlar burnida adenoid ozgina ko'payyapti, kattalashyapti deydi-da doktor, sizlarga oldirishga harakat qiladi. Oldirtirmanglar. U shamollash hisobida kengaygan. Shamollash ketganda u so'riladi, u joyiga keladi, tushundingizmi? O'shaning hisobida bola ko'proq hillasha boshlangan. Hop, zreniyasini ichida chap ko'zini ko'p ishqalashyapti, chunki bosim kuchaygan. Двойной o'ng taraf ko'zi yaxshi funksionirovchi qilayotgani uchun chap ko'zini ko'proq naqlishi bor. Endi qarang, bu yerga осложнениyalarni ko'radigan bo'lsak, bolada ozgina rasdan belgilari turibdi-da. Bitta, ikkita ras, 3 ta ras elementizatsiyasi turibdi. Значит, elementini ras berilgan, zapoyist elementini ras berilgan. Shunaqa, bu degani nima degani? Lekin gamma volnalar yo'q. Men xursand qila oladiganim, mana diagnozlarni anaqasi ketma-ketligi bo'yicha 8 ta etap borda. Eng og'iridan yengiliga qarab kelamiz. Birinchisi oligofreniya, to'liq aqliy zaiflik, u tuzalmaydi. Ikkinchisi, endi eng avvalambor Allohdan, lekin meditsina har doim tuzalmaydi deb kelgan. Ikkinchisi autizm, bu shizofreniya bilan birga keladi, to'liq autizm. Aqliy zaifligi, og'ir aqliy zaifligi moyillik beradi u ham. Keyingisi ras bo'ladi. Uchinchisi, o'tda autizm elementlari turadi. Bu gamma volnalar hisoblanadi uchalovi. Keyin u yog'iga ketdi ZPR.
to'rtinchisi заторможенность психического развития, keyin ZPMR turadi, заторможенность psixomotorного развития turadi, ya'ni autizm elementizatsiyasini beradi u ozgina. Keyin MMD, minimальная мозговая дисфункция, qoshini bunaqa ko'taraveradigan bo'ladi bola. Keyin SDVG, sindrom дефицита внимания, giperaktivность turadi, oxirgisi nevroz turadi. Bolani holati bo'yicha hozirda ZPR ga tushgansizlar, lekin mana bu yerda rasi 3 ta belgisi turibdi. Bu degani hozirda o'zi yo'q asorati, to есть sizni qilgan lecheniyalar effekt bergan. To есть rasdan chiqqansizlar, faqat 3 ta elementi hali qolib ketgan, остаточный, tushundingiz-a? O'shaning uchun ko'pincha borsangiz, bu rasda yurishligi mumkin, lekin уже rasdan chiqib qolgansizlar. 3 ta elementi asorati qolgan xolos. Dabzaga ZPR rasa berilgan. Oxirgi nimamiz shunaqa, lekin rasi o'zi bor, gamma volna o'zi yo'q уже, tushundingiz-a? Keltirib chiqaruvchisi ketib bo'lgan, asorati qolgan xolos. Общая сложность shu holati bo'yicha. Endi to'rtta infeksiya, virus, bakteriya, gribok, genetik progressiruющий jarayonlar, o'shalarga ham kirib ko'ramiz. Homiladorligimda 4 infeksiya bor edi. Hozir отчетlaringizga kirib oling. Tak, qarang. Mayda qurtchalar, astritsalar bor oyisi. Hop, keyin davom etamiz. Askarida yo'q. Sitomegalovirus, CMV 4 infeksiyalar bor, hozir ham bor. Bo'ldi. Ha, lambalar bo'lgan ekan, tanilyapti, lekin lambalar tozalanibdi. Lambalar yo'q уже nimagadir. Chunki lambalarni tanilyapti, но сейчас нету deyapti. Astritsa lekin bor. Xo'p. DNK расположение bo'yicha bu bola, значит, получается, mama, дедушка, mama. Xo'p. Anaqa, tashqi ko'rinishdan qaynotangizlar borlar-ku? Adasiga o'xshaydi. Genetik protsessi sizni adangizdan olgan ekan. Tushundingizmi? Ikkita dodalarning nevarasi ekan bu, mashalloh. Xo'p. Endi 4 infeksiyadan qarang. Stafilokokk bor, cerebristy, xronический тонзиллит beradi. Gormonal disbalans ozgina bo'lishni boshlagan, limfa zastoy kechyapti, immunitet kuchanib ishlayapti, deyapti. Testosteronlar yoqmas, ko'stemasa, yaxshi. Qolganlari yaxshi, demak, CMVlarni ishlayotganmiz, hozir to'xtaychi, epishtayn barqani. Xo'p, aktivность bor. Bu там ничего страшного. Insulin keltirib olsa inshaalloh ZPRdan ham. Da, ZPRdan ham tuzaladi, xudo xohlasa. Qo'rqmasangiz bo'ladi inshaalloh. Xo'p, qancha muddatda tuzalishi, nima qilish kerak, hammasini назначенияларni to'liq qilib sizga shu отчетlarni telegramingizga tashlab beraman. Хорошо. O'tida yozib berasiz-da? O'tida nima qilishingiz kerak, hammasini yozib beraman. Bo'ldi, oyisi ma'qulmi? Mayli, rahmat, sog' bo'lasiz. Ketqazgan vaqtingizga rozi bo'ling, shuncha kutdingiz. Mayli. Tashlavorasizda hozir. Hozir tashlab qo'yaman. Ha. Mana bu hozir ichayotgan dorilarini bermaymi bo'lmasa? Menga o'sha yaxshi eslatdingiz, nima dorilar ichayotgani, bolangizni vesini anaqa tashlab yuboringda, чтобы men shunga qarab korreksiyalayman. Dorilarni korreksiya qilmayman. Может, korreksiya qilib, endi bitta tashlab bering, men ko'ray, sedativniylar bo'lsa, sedativniylarni sразу to'xtatib bo'lmaydi. Sindrom atmeni beradi-da. O'shaning uchun sekin-sekinlik bilan dozasini kamaytirib chiqaramiz. Men oldin menga tashlab beravering, spiskasini. Shunga qarab o'zi решать qilamiz keyin. Xo'p, oyisi. Bizga tashlab qo'yaman bo'lmasa. Bo'ldi. Xudo xolasa sekinlik bilan uyda davolab chiqaramiz inshaalloh. Inshaalloh. Xo'p, sog' bo'ling. Sog' bo'lasiz. Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Xo'p. Mana bosvar bo'ldi. Sen telefon, anaqa o'yin rosa telefon qildilar. To'xtamasdan telefon qildilar.